Hammaga assalomu alaykum. 13-mart kuni analizimizni boshlaymiz. Birinchi bo'lib analizlarni ko'rib chiqamiz, qaysi biri ishlab berdi. Keyin indikator bo'yicha ko'ramiz va bizga yana bitta yangilik, robotimiz qo'shildi. Robot bo'yicha hozirchalik demo shotga turibdi. Har kuni o'shani qanday ishlashini, qancha ishladi, qancha minus bo'ldi, qancha plus bo'ldi ko'rsatib boraman. Tak, ketdik. Indeks dollar o'quvchilarim bilish kerak. Mana bu joydan biz ishlashga ruxsat bor edi aslida. No, men bu joyda nimagadir ko'rmadim. Nimaga ko'rmadim bilmayman to'g'risi. No, analiz bo'yicha mayli. Joygacha kelmadi, ish qilish mumkin emas edi. Tak, yevro dollar тоже yo'q hech narsa. GBP USD. GBP USD ancha narsani qilib. Tak, bu yerdan boshqa hech narsa yo'q. Out USD. Out USD bugungina keldi. Kirish nuqtani men hozir ko'rsatib beraman. Bizga indikatorimiz ham bergan. Bu yerdan aslida 1 minutligiga chiroyliroq kirsa bo'laydi. No, men kech ko'rdim. Ertalabda keldi. No, ancha narsani yurib bordi. Даже buni hozir уже yopsam ham bo'ladi. Mayda shot ustromiz. No, ko'ramiz nima bo'lar ekan. Tak, bu plusli hisoblayman, chunki men уже foydagaman. NZD USD chut yetmadi. USD kat bor, kelgan, olgan, yana plus 1. Tak, USD chef yo'q hech narsa. Tak, USD kat bo'yicha indikatorimiz USD kat bo'yicha indikatorimiz ham kirish nuqtani bergan edi. Sal kechroq kirganman. No, ito уже foyda chiqdi desa ham bo'ladi. GBP NZD тоже bitta plus bor edi analiz, bitta plus adashmasam bu eskisi yo'q. Men buni bermagan edim. Adashmasam eski turibdi. GBP out ga biron nima bo'lganmi yo'qmi? Bu ham eski turibdi. Haydi yangilanmagan. Tak, bunga analiz yo'q, bunga analiz yo'q, Eurokatga analiz yo'q, Euro NZDga analiz yo'q. Tilloni hozir ko'rsatib beraman. Tilloga men ozgina bo'lsa ham olib oldim. Tak, hozir tilloni. Mana bu joydan ko'rsatishim kerak. Tak, out USDni уже yopsam ham bo'ladi. NZD USDni ham yopsam bo'ladi. Men mayda qilib ishlab boraman. Buni ham yopsa bo'ladi. Tillo bo'yicha mana kirishim bu yerdan ko'rinish kerak. Yo'q, mana bu yerdan ko'rinish kerak. Tak. Bunday qilib qo'yaylik. Prosta bitta kirishim. Tak. Mana o'sha bitta kirishim $3.001 lot bilan bu yerdan bitta minus, bu yerdan bitta minus. Minus ushlangan bor. Kumushga ham, tilloga ham bor, yo'q emas. Aslida kechasi mana bu yerdan ham ishlab olish mumkin edi. Hamda mana bu ishlangan edi. Mana o'sha bizga ishlab bergandi. Tak, hozirchalik yomon emas. Tak что bunga ham yana bitta bar qo'yib qo'ysa bo'ladi. Qaranglar, kumush ham mana bu joydan chiroyligini bizga ishlab bergan. Olganman, no analizga ko'rsatganim yo'q, поэтому o'tkazamiz. GBP GPI kutib turganman, pastga qarab uni. Ko'rsatganimdek yurib bergan. Yana bitta plus 1 qo'ysak bo'ladi. USD GPI ga analiz yo'q edi, Euro GPI ga analiz yo'q edi. Shunday qilib to'rttagina pluschamiz analizdan chiqdi. Kam 15-20 la bo'laydi. No, hozir bozor ham shunaqa bo'layapti, то что salgina qiyinroq.
Tak, endi esa indikator bo'yicha, indikator ishlash bo'yicha bugun kirish bergan, hozirgi holatga $1-2 bor. Ko'ramiz, esicha yopib yuboraman. Даже buni mana bunday qilsa ham bo'ladi. Ham analizni ko'rsatib men ketishim kerak. Bu narsa menga 4-dan boshlagan edim. 0304, to есть 4-martga men salgina taylab oldim $25, $25dan boshladim. Shunday qilib $131 umumiy $106 foyda. Bu chista indikator emas, o'zimni bilim bo'yicha, o'zimni ishlarim bo'yicha hammasini olib boraman. Mayda qilib. GBP yuzda ko'rganingizdek bu yoqdan ham ishlasa bo'lar edi. Tilloni ko'rsatmagandim. Tillo adashmasam mana bu joydan ham bizga kirish bergan edi. Ishlab oldik. Tak, bu yoqdan salgina prasatga o'tirganman, lekin mana bu bergani uchun prasatga ushlab turganman и take profit bilan yopilgan edi. Aslida buy ham bor edi. Buyga nimagadir ishlamagan edim, yo ishladim, esimga yo'q. No, yana bitta sell ham bor edi. No, kun ichida ishlasa bo'lar edi, yo'q emas, bo'lar edi. Tak. Yevro dollarni ko'rsatmadim hali. Yevro dollar kecha bittagina bu yoqdan novosdan keyin bu yoqdan ham bitta kirish bergan edi. GBP USD bo'yicha kirish bu yoqdan bitta bor edi, pastroqdan bitta bor edi, shu bilan bo'ldi. Out USDga adashmasam umuman kecha kirish bergani yo'q edi. Buni men eslolmayman. Ну, может быть, bo'lgandir. Может быть. Buni men eslolmayman. USD chefga kirish bo'lgan edi. Buyga ham ozgina ishlab oldim. Sellga, lekin sellga harakat qila olmadim. Men yo'lga bo'lgan edim o'sha payt. Yoki dars oldin bo'lgan narsa. USD cut. Тоже o'sha payt adashmasam qayergadir bo'lganman. Eslolmayman, ishlab olganimni eslolmayman, lekin ishlasa bo'lar edi. Tepaga oldim, ozgina bo'lsa ham. USD GPI da harakat qilishimiz kerak. USD GPI da men qarab turaman, kelsa mobodo harakat qilishimiz mumkin. USD GPI bu yoqdan ham sellga, to'g'ri harakat qilsa bo'lar edi. M30li indikatorimiz kecha tak tilloga faqat bergan edi, bittagina, ozgina, ko'p emas, ozgina bergan edi. Boshqa adashmasam, tak, mana bu ham chiqib ketdi. Novostga. Bunisi kecha oldin bo'lgan. Out USD M30 ga hech narsa yo'q. USD katga ham hech narsa yo'q. Shunday qilib bir 5-10 ta kirishlar qilsa bo'lar edi. Mayda chudalarni olib ketib. Xo'p. Depozitimiz o'sibdi. Tak, endi esa kimga qiziq bo'lsa, bizga yana bitta narsa paydo bo'ldi. Biza robotimizni qo'shdik. Hozirchalik demo shotga 100 minglik shot, u degani centoviy shotni $1000 bilan boshlash mumkin bo'ladi. Kechani o'ziga $23 foyda bo'lgan. Plus minus yoqdan bu yoqdan короче $24 plusga bo'lgan edi. Ishlashi juda ham chiroyli, zo'r ishlayapti. Hozirchalik menga yoqibdi. Может быть, yangiliklarni ham kiritishimiz mumkin. No, u ko'ramiz. Kecha qo'shilgan edi, bundan oldin hech narsa yo'q edi. Hozircha centoviy shot demoga, aslida centoviy shot ham bo'ladi. Yana 500 dan ham boshlasa bo'ladi, no hozircha minglikni tekshirib ko'ramiz. Robotimizda ham ulashimiz mumkin. Endi ketdik analiz bo'yicha. Tak. Out USD bekor yopdimmi deymanda. Da. No ладно. Indeks dollar bo'yicha, indeks dollar bizga buyga variant berish mumkin. Sellga ham mana bu joydan harakat qilib ko'rsak bo'ladi. Plus sell uchun yana bitta variantimiz bor. Ikkalasidan ham
ko'rsa bo'ladi. Bay variantda mana bunaqa narsani ko'raman. Bugun ham adashmasam noviz bor, ehtiyot bo'lamiz. Yevro USD. Tak, yevro USD sellga harakat qilsa bo'ladi. Ehtiyot bilan uchib ketishi ham mumkin tepaga qarab. Tak, buni yo'qlamiz. Bay uchun variant bunaqa. Bayga zona uncha 50 ga 50 ishlab berish ehtimoli yo'q emas, bor. Поэтому ehtiyot bo'lamiz. Aslida buy sell variantimiz tayyor. GBP USD asosiy sell variant, buy variant uchun zonamiz bor. Bu yoqdan harakat qilib ko'rsak bo'ladi. Boshqa variant hozirchalik yo'q. Out USD sell variant ishlab berdi. Yangi sell zona hozirchalik yo'q, faqat mana bo'la qoldi. Buy uchun o'sha variant qoldi. NZD USD sell uchun variant mana bu bor. O'shanga men yopdim chunki NZD USD olib ketmadi. Buy uchun variant, sell uchun variant, mana bu yerdan yana bitta zonamiz bor. Bu yoqqacha ham borib kelish ehtimoli bor. USD CAD olib ketdi buni. No, hozirchalik sell variant mana bunisi faqatgina bor. Boshqa joy yo'q. USD CHF ga savdo qilish sal qiyinroq. Bu yoqqa hech narsa yo'q desa ham bo'ladi. Takoy. Ishlab berishga salgina ko'proq bo'lar edi. Tak, buy variantimiz bor. Mana bu joydan ishlab ko'rsak bo'ladi. Buyga harakat qilsak bo'ladi. Sell uchun zona bor. Bunaqa qilib ishlab ko'ramiz. Yevro GBP. GBP NZD ishlab bergan, juda ham chiroyli ishlab bergan. No, men nimagadir uni ko'rganim yo'q. Sell uchun variant, buy uchun variant, ikkalasiga ham harakat qilib ko'rsak bo'ladi. Kelsa GBP out. Tak, bularni hammasini yo'qlamiz. GBP out buy varianti bor. Sell variant, no, takoy себе. Ishlab berish mumkin, lekin to'g'risi salgina yoqmayapti. No, strategiya bo'yicha ishlashimiz kerak. Yoqyaptimi, yoqmayaptimi, farqi yo'q. Sell variant, buy variant bor. Ikkalasini ko'ramiz. GBP CAD. Out GBP CAD ga hech narsa yo'q. Buy ga variant men qo'rqaman chunki juda ham tepaga chiqib ketdi-da. Bir yo'la hammasini olib ketib, keyin tepaga yana ketib qolishimiz mumkin. Вот это menga действительно yoqmayapti. Ну, посмотрим, если что, mobodo bunday qilib ishlab ko'ramiz, maydagina qilib. Евро out kelmagan, sell zonamiz как вариант bor, если что, sell. Евро CAD. Так. Yo'qmayapti, to'g'risi. Mana bu yerdan harakat qilib ko'rsak bo'ladi. Buyga если что, no, ehtiyot bilan. Евро NZD ga, так, Евро NZD тоже o'sha variant buy. Может быть, sell ga ham ishlab ko'ramiz. Может быть. Uncha. Tak, tillojonimiz bitta joyga qoldi. Tillojonimiz nima berar ekan? Nimamiz bor ekan? Tak. Tillojon kam. Хотя $2 yopsam ham foyda normalniy bo'ladi. Kichkina shotdan birdaniga $100 ishlab olib, qiyin masala. Bu yoqdan to'g'risi ideya yo'q hozirchalik. Buy uchun variant mana bu bor, ehtiyot bo'lamiz. Bor kelishi ham mumkin, yo'q emas, mumkin. No, sell variantda mana bunaqa kutib turaman. Umumiy hayga yana bir marta yangilayman deyaptimi deyman.
ko'ramiz. Если cho salgina teparoqdan bunday qilib ishlashimiz mumkin bo'ladi. Bayga varianti ehtiyot bo'linglar. Tak, kumush ham ishlashni boshladi. Kumushga analiz bermayman. Kumush bilan ishlash juda ham qiyin. Bay variant. Bitta mana bu borda, тоже ehtiyot bo'lish kerak bay variantga. Tak, mana bu yoqdan ham hozir ham bayga net yo'qmayapti umuman. Tak, shu bilan pastgacha ham borib kelib, mana bu joylarni yangilab olib kelishi mumkin. Ehtiyot bo'lamiz. USD GPI biron nima bor ekanmi? USD GPI ga hech narsa yo'q. USD GPI da yo mana bu joydan qaraychidim, yo mana bu joydan qaraychidim. Boshqa to'g'risi boshqa hech narsa yo'qmayapti. Sell uchun mana bu ikkita variantni ko'raydim. Sell uchun mana bunaqa variantni ko'rar edim. Boshqa variant yo'q. Euro GPI bayga faqat mana bu joydan harakat qilib ko'rsak bo'ladi. Давайте sellga ham ishlab qolaylik, если cho. Kelib qolsa sellga, kelib qolsa bayga harakat qilib ko'rishimiz mumkin. GP225 nima beryapti? GP225 sellga beryapti, поэтому ehtiyot bo'lamiz. Shunday qilib analizimiz tugadi. Hammaga xayr, salomat bo'linglar. Endi videoga harakat qilaman har kun ko'rsatib borishga, robot bilan nima bo'layotganini, challenge nima bo'layotganini harakat qilaman ko'rsatib borishga. Hammaga omad, xayr, chiroyli tek profitlar bo'lsin.